رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qarındaşlar, bizning bugungi suhbatimiz islom axloqlarining birisi va islomningki zamonga avatilishi, Qur'onning tushirilishi, payg'ambarlarning avatilishining tubki maqsadi bo'lgan mu'minning izzati. İzzet ma'naviy, moddiy jihatlardan mustaqil bo'lish, mustaqillik tuyg'usi bo'lish, g'oliblik tuyg'usi bo'lish degan ma'nolarda keladi. Biz bugungi darsimizni Qur'oni Karimdagi "Valillahil izzatu va li rasulihi va lil mu'minin" degan oyatni, ya'ni izzat Allohga, Allohning rasuliga va mu'minlarga xos degan oyatni shuar qilgan asosda darsimizni boshlaymiz. İzzet haqida so'zimizni boshlashdan ilgari biz bir necha nuqtalarni bir oldin ola devilishimiz kerak, diqqat nazarimizni berishimiz kerak. Amaliyotda insonning vujudida turlik ma'naviy ehtiyojlar, ma'naviy tuyg'ular, hissiyotlar bo'ladi. İnson o'zi bir shaxs bo'lish sifati bilan mavjudligini saqlab qolish uchun yemak, ichmakka ehtiyojliq. Bu taraf insonni harakat qilishga undaydi. Harakatning tub omili bu. İnsonning vujudida ayollik bir hissiyot bo'ladi. Bu hissiyotning turtkisida inson to'y qilishga yuzlanadi va bu orqali naslini qo'g'daydi. Shuningdek, insonning o'z to'pi ichida birinchi bo'lish tuyg'usi bor. Hech kim o'zining kendi qilishni xohlamaydi. Bola tug'ilgan vaqtda ota-onasining tunji o'ylaydigan narsasi bolasining eng isil bo'lishi. Mayli doktor olsun, eng isil doktor olsun ekan deydi, yoki eng isil ishlarni qilsa ekan deydi. Bu har qanday odamda bo'ladigan bir hissiyot. Yani biz şunu demekçi insanda türlük manevi ihtiyaçlar var. Türlük duygu hissiyatlar var. Türlük hevesler var. Ameliyette bu heveslerinin hemmesi hoş pislik heves. Yani onu eğer öz meylige koyutduğun, yani onun asli Allah tarafından yaratılgan karakterine mas şekilde mangmay öz meylige koyuversen, o sana zarar bala oladigan hissiyat, heves, qiziqish olsa, eğer onu Allah subhanahu wa ta'alanınki talimatı boyunca, Allah'ın talimatı deganlik, senin asli yaratılış karakteringe mas şekilde yol deganlik oladi. Çünkü insan ma'lum derece karakterde yaratıladi, zamanga tushiriladi. Şu boyunca ise hamma ish normal, çatak çıkmay, ahirgacha sağlam şekilde yolunu davamlashtiradi. Bu şekilde menish orqali inson o'zini yuksaltira oladi. Yani bu yerdan biz bir narsani tushunamiz ki insondagi qanday qiziqish olsun, mayli yemek ichmak, mayli mol dunyo yoki ayol degandek qanday qiziqish olsun, bularning hammasi Alloh subhanahu va taolo bizni yuksaltirish uchun bizde qo'ygan xususiyatlar. Agar bizda shu xususiyatlar bo'lmaganida, ya'ni bizda masalan pul tepishga qiziqish bo'lmasa, mol dunyo amroqlik bo'lmasa, ayollarga bo'lgan qiziqish bo'lmasa, men isil ishlarni qilsam bo'ldi, eng oldingi qatordagi ishlarni qilsam bo'ldi degan tuyg'u bo'lmaganida inson harakatlanmaydi. Hatta insanın mevcutluğu tehdit uçuruşu mümkün. Normal hayatı tesir uçuruşu mümkün. Demek bu yerde insanda bir tabiat var. Ama bu tabiatla, mayli biz bayatın degandek, ma'lum bir ishga tutish qilgan tabiat olsun, yoki iqtisodga qarata qiziqish
bo'lsin yoki ayollarga qarata Qur'oni Karimda tilg'anmagandek inson shuni yaxshi ko'radi, shuni o'g'an qiziqish bo'lsin. Bularning hammasini mushu tabiatni bizda qo'ygan zot ko'rsatgan ta'limot bo'yicha mushu tabiatimizning turtkisida harakat qilsak, bizning mol dunyo qiziqishimiz bizni pul deb qiziqtiradi. Biz shu qiziqtirish turtkisida mol dunyoga qarab mangimiz. Buning birlam Allah subhanahu va taolo tarafdan ko'rsatgan bir prinsip bor. Shunda bu qiziqishimizning keyniga kirib mangan bu yo'limizni shu prinsip bilan salsak, oxirigacha intayin go'zal bir natijaga erishamiz. Bizda bir havas bor. Ayollarga bo'lgan qiziqish havaslari. Buni shuning keynidan mangimiz. Ama bunu Allah ko'rsatgan ta'limot bo'yicha, masalan deymiz nikoh qonuni bo'yicha, nikoh prinsipi bo'yicha halol shaklda buni keynidan mangsak, bundan güzel bir natija chiqadiki, kelgusi jamiyatning avlodlarini, sahiblarini biz bola sifatida, avlod sifatida yetishtiramiz. Bizda bir olg'a ilgarilash, intilish, eng yaxshi qilish, sapning oldiga o'tish bir intilishi bor. Bu intilishda biz boshqalarning oldida ko'z-ko'z qilish, riyo qilish, sum'at qilish yo'liga akirmay uni Alloh subhanahu va taolaning oldida eng yaxshi ishlarni qilish. Qur'oni Karimdagi qani musobaqa qilishdiganlar Alloh yo'lida musobaqa qilsin degan nuqtada turib, "Vaja'alna lil muttaqina imama" degan nuqtada turib, Allohning oldida eng go'zal qilish uchun bizning mushu tabiatimiz bilan shu tabiatning keyniga o'tib, ya'ni shu tabiatning turtkisida ish olib borsak, go'zal natijalarga, ya'ni utuqlarga erishgan bo'lamiz. Demak, Alloh insonda bir bo'lak tabiatlarni yaratgan, degil tursak intayin ko'p. Faqat bir nechta misol qilyapmiz. Bu tabiatlar qo'shmisliq tabiat bo'lib takrorlaylik gapimizni. Buni yugansiz qo'yayotganida, buning oqibati intayin vaboli, intayin og'ir. Agar buni mushu tabiatni bizda qo'ygan zot ko'rsatgan prinsip bo'yicha bu yo'lga sog'inimizda buning natijasi intayin go'zal bo'ladi. Alloh bizga uni qil, buni qilma degani bizga og'ir keladigan bir yuk yoki bizga foydali ishlarimizni hisob qilish emas, balki asli o'zimizning asli tabiati bo'yicha oxirigacha sog'lom natijaga erishib bo'ladigan shaklda mengishimizning bir yo'l yetakchisi amaliyotda. Qur'oni Karimda faqim wajhaka lid-din hanifa. Bu dinga to'g'ri shaklda agash, bu dinni bu dinga yuzdan deb bo'lib, bu fitratullohillati fataran-nas alayha. Alloh insonni yaratgan asl tabiat bu. Dinning ta'limot tabiatlari. Agar inson shu tabiatini asli yaratilma, ya'ni o'ziga foydali shaklda mas shaklda mang'inida inson huzur oladi. Biz bosh darslarimizda misol oldik. Bir mashinaning lohilanishi tuz yo'llarga lohilangan mashina, tog' yo'llarga bo'lmaydi. Mashinani haydab ketayotgan inson ko'ziga chiroyli ko'ringan manzardan birini ko'rib turib, o'zini besib ololmay, mashinani lohilangan tuz yo'ldan tog' yo'lga solsa, yo'lda safari yarim yo'lda qolib qolishi mumkin. Chunki mashinaning lohiyasi mana bu mashina to'g'ri. Ammo o'zining yo'lida minish kerak. Inson dal shunga o'xshash maxluq. Agar o'zining keyniga kirib, havasini yugansiz qo'yibsa, mang degan yerda emas, yugansiz shaklda qo'yibsa, bu insonga vabol bo'ladi. Biz nechrat darslarimiz misol oldik, insondagi bu tabiatlar benzinga o'xshaydi. Agar o'z joyiga qo'yilsa, o'z joyida qo'llanilsa, bizni oldiga ittiradigan harakatlantiruvchi kuch bo'ladi. Aksicha qo'llanilgan vaqtida bizni ko'ydiradigan, bizga zararli bir narsa bo'ladi, bizdagi havaslar. Buning hammasi bayatni o'qigan fitratullohillati fataran-nas alayha. Ya'ni bu bizning bir tabiat. Alloh bizni yaratgan bir tabiat. Bu tabiatning eng to'g'ri ko'rsatilmasi Alloh subhanahu va taolo aytgan ta'limotlar. Yani insan mushu ta'limotlarga uyib, ya'ni uyg'unlashib, o'zining asli tabiatining taqozosi bo'yicha mangsa, inson intayin huzurda yashaydi. Endi biz bu orqali bugungi darsimizga munosabatli tarafi nima nima demoqchi biz bu orqali desa, izzat masalasi. Izzatni biz bayatning darsimizdan oldin ozroq tushuntirganda qildik. İnsondagi
ma'naviy moddiy jihatda boshqalarga muhtoj bo'lmaslik, insonning o'zining shaxsiyatininki bir butun bo'lishi, xarakterining mustaqil xarakter bo'lishi izzat bo'ladi. İzzet başka narsa, izzetlik, gururluk adam başka narsa. İzzet bir sübət yoki ma'lum bir ish degan vaqtimizda aziz, ya'ni izzatni o'zining tabiatiga aylantirgan inson degani shu izzat uning vujudiga aylanib ketgan bo'lsa, butun ishlarida bu odam aziz bo'ladi. Endi inson qanday qilgan vaqtda izzatni topa oladi? Inson hayotdagi eng murakkab bir maxluq. Kainotdagi eng murakkab maxluq. Bu yerdagi murakkab maxluq degani qanaqadir bir qiyin, mana nuqtadan emas, balki o'ylagan siri, ichiga cho'kkan siri insonningki odam hayron qoladigan darajada bir murakkablik bor insonda. Endi bu murakkablikni navbat kelib qolsa inson o'zini tushunmaydi amaliyotda. Inson o'zining asli mavjudiyatininki xarakterini, arx ko'rinishini, vujudidagi o'rinlashtirilgan programmalarni inson o'zi tushunmaydi asli. Unda olgandan keyin inson bu xil tushunmaslik bilan ham boshqa darslarimiz degandek boshqa atrofdagi jonliqlardan farqli tarafi o'z qarorini o'z qo'liga berilgan bir maxluq, ya'ni ixtiyorlik berilgan, erkinlik berilgan bir maxluq. Yo'lni o'zi qalab tanlay oladi ish qildiganligini. Bu darajadagi murakkablik, bu darajadagi erkinliklik bilan agar yugansiz quyutilsa, ya'ni o'zini tushunmasligi va o'zidagi erkinlik bilan maqsad qarg'ulochi mangishadi. Cho'qim bu programmani loyihalagan zot, bu insonning bu tabiatlarini insonga qo'ygan zot buningga bir ko'rsatma ishlatish qo'llanmasi deymiz-ku biz uylarga uskuna setib olgan vaqtimizda bir ishlatish qo'llanmasi birga bergan bo'lishi kerak. Bu o'smi Alloh subhanahu va taolo yashashga prinsip shaklda avatgan bu dinimiz agar biz mushu shaklga uyg'unlagan vaqtimizda inson boshqa narsaga muhtoj bo'lmaydi. Shu shaklda insonda bir xil mustaqillik paydo bo'ladi. O'zining yo'lini o'zi topgan bir ahvol bor insonda u vaqtida. Chunki inson nerdan kelganligini tushunadi. Nerda ketayotganligini tushunadi shu orqali va kelgusida uni kutib turayotgan bir ahvolni u tushuna oladi. Buning hammasi insonda bir xil qo'rqimsizlik, o'ziga bo'lgan ishonch, bir tuyg'usi paydo qiladi. Bular insonning aziz bo'lishining, izzatlik bo'lishiningki oldingi bosqichlar. Chunki inson o'zini tushungan siri, o'zining yoritilma ahvolini bilgan siri, qanday maxluq ekanligini bilgan siri, buning bilim saviyasi oshadi. Alloh qo'ygan itoati, taqvoligi oshadi. Va Alloh avatgan Qur'on va hadis sifatida avatgan bu manhajning qo'llanmasini, tushuntirilishini o'ziga texmo tatbiqlaydi. Bu orqali o'zini Allohga yaqin his qiladi. Ana musha kelgan vaqtda biz davomli darsimizda ta'kidlayapmiz, Allohga yaqin his tuyg'usi insonda bo'lgan vaqtida. Fazkuruni azkurukum degan oyatning tahtiga daxil bo'ladi. Inson o'zini Allohga yaqin his qilgan vaqtda inson Allohni aslagan bo'ladi. Bu vaqtda Alloh insonni aslaydi. Biz Allohning insonni aslashini qanday tushundik desa, Alloh insonni aslagan vaqtda eng buyuk ne'matini insonga berdi. Insonga turli ne'mat berilgan. Inson sog'lomlik, qo'yman sog'-salomat, alhamdulillah. Bu bir ne'mat, ziraklik bir ne'mat, pul-mol bir ne'mat, go'zallik bir ne'mat. Bu ne'mat. Ammo bu ne'matlarning ichidagi eng xalqan odamga bermaydigan ne'mat insondagi xotirjamlik, qalb huzuri. Buni xalq odamga bermaydi Alloh. Bu bir odamning boy bo'lishi yoki kambag'al bo'lishi, amaldor bo'lishi, turmuda bo'lishi, erkin bo'lishlar munosabatsiz. Bu bir xil qalb huzuri. Xalqan odamga berishi mumkin. Bir qulga Alloh qalb huzuri berishi mumkin. Bir podshohga Alloh qalb huzuri bermasligi mumkin. Bu ilohiy ne'mat bu. Chunki bu vaqtda insonda bir xil baxt, saodat tuyg'usi bo'ladi. Mayli u qanday sharoitda bo'lsin. Har ishda sog'lom olalaydigan qaror sohibi bo'ladi. Ishlarning oldi-keyni tushunadigan bir fikr sohibi bo'ladi. Qo'rqimsiz bir botur, qahramonlarcha bir holat uningda paydo bo'ladi. O'zining mavjudligini, Alloh
şu mevcutluğunda o'rnatgan xususiyatlarini tushunib qabul qiladi. Buning hammasi insondagi xotirjamlik, qalb huzuri. Bu ilahiy ne'mat. Son-sanoqsiz buni sanab olsak, intayin ko'p. Yani bu izzetning natijasi insondagi. Hamda Alloh subhanahu va taoloninki asma sifatlariga qaragan vaqtimizda Allah subhanahu wa ta'alanınki aziz deb bir sifat var. Biz Kur'an okusak davamlıq aziz al-hakim, mesela al-aziz, al-hakim degan ikki sifatı birlik keladi. Kur'an-ı Kerim'de. Biz Allah subhanahu wa ta'alanınki velillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah'ın nurgun güzel asma sıfatları var. Şu arqılıq Allah'a bo'lgan ibodatlarni ifodalanglar. Şu arqılıq bandichilik qilinglar. Allohga şu arqılıq yiqilishinglar deganlik uchun islom axloqlar darsimizda Allohning asma sifatlarini bo'ylab mengayotimiz. Bugungi darsimiz shu. Endi şu asma sifatlardan al-aziz deb ketyapmiz. Yani izzat egisi, aziz, g'olib degan ma'noda. Qur'onga qarasak davomli al-hakim degan sifat, al-aziz degan sifat bilan birga keladi. Bu bizga bir narsalarni ishorat qilyapti. Ya'ni senga izzat lozim bo'lsa, hakim bo'l deganda. Chunki hikmat, donolik bilan ish qilish, hikmat bilan ish qilish insonning aziz bo'lishininki, izzatga erishishininki oldingi a'lo nimasi bir qadam. Ya'ni hikmat degan nima desa, har qadamni o'ylanib, eng loyiq ravishda bossa degan. Her işte onun öz hakkını bilse degan gap. Dadanga güzel muamele qilsa Allohning buyrug'inidek. Ananga güzel muamele qilsa, ayolanga güzel muamele qilsa, balalarga güzel muamele qilsa, atrofingdagi do'st, yoran, qo'lim qo'shni hammasiga Alloh yaxshi ko'radigan shaklda bir muamele qilsa. Masalan bir misol. Yani sen demek her işte Allah tarafından hikmet verilgen bolsan, bu hikmet sana izzetini götürüp geliyor. Hem de bu izzet hakkında Kur'an-ı Kerim'de Sure Al-İmran'ın 26. ayetinde bir ayet var. Allah subhanahu wa ta'ala özünün kudretini bayan kılıp tu'til mulke men teşâ ve tenzihul mulke mimmen teşâ ve tu'izzu men teşâ ve tuzillu men teşâ biyedikel hayr. Allah İgidorchilikni xalq odamga beradi. Xalq odamni xalqan ishga ega qiladi. Xalq odamdan tatib oladi. Xalqan odamni aziz qiladi, xalqan odamni xor qiladi. Allohga duo shaklida Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha degan shaklda kelgan oyat. Ey Alloh, sen mulkni xalq odamga bersa, xalq odamdan tatib olsa, xalqan odamni aziz qilsa, xalqan odamni xor qilsa, bütün yaxshilik sening ilkingda degan bir duo shaklidagi oyat. Endi bu oyatda Alloh azizlik nima Allohning birdiganligi, xorlik nima Allohning birdiganligi, bu ilohiy ata ekanligini deb qo'ygandan keyin bizning diqqatimizni tortadigan bir nuqta bor bu oyatda. Oyatning oxirisida yaxshilik sening qo'lingda dedi. Oyatda mulk, podshohlik, ishning igidorchiligi degan gap. Bunu birisi dedi. Bu bir yaxshilik. Elvalisa dedi. Bizning çoğu vaqtda bizning qo'limizning mol mulklarimizning, igidorchiliklarimizningki, ziminimizningki elvalnishi biz uchun yaxshilik emas. Xalqan odamni aziz qilsa dedi, bu yaxshilik. Xalq odamni xor qilsa dedi, bu yaxshilik emas. Ammo oyatning oxirida yaxshilik sening ilkingda dedi. Mülkni bəğinimi Allah, elvağınımı Allah, əziz qığınımı Allah, xar qığınımı Allah. Amma nəticə, yaxşılıq senin ilkində davatıdır. Bu nim deməkçi bu yerdə desən? Diqqətimizin tatlıdığan nokta, Allah sana bəğən hər halət yaxşılıq. Sana bəsim o yaxşılıq, bəmisim o yaxşılıq. Sənə əziz qığınımı yaxşılıq, xar qığınımı yaxşılıq. Allah sana bəməslikə mümkün bugün. Əydə onundan katısını biriş üçün. Allah seni bugün xar qilishi mümkün. Əydə seni ən əziz qilish üçün. Məsələ neymi o desə, insan donolik bilan, hikmat ko'zi bilan masalalarni ko'zlagan vaqtda azizlikni topadi. Masalan, ko'rish masalasi. Qalbdagi shu ishlarga nisbatan echivitilgan bir kengri nazar doira masalasi. Masalaning
arka görünüşünü düşünəliş meselesi. Şoň ilgirki mazmunda degenimizdek aziz degen Allah'ın sıfatı davamlı hakimning bille kelişi insan hakim bolğanyda her işte hikmet bilen qadam ağanyda, hikmet bilen qarğanyda, hikmet küzü bilen nazar taşlaganyda o izzetni his kılaly. Şu wagtda izzet boludy. Ayna şunun münasibetlik bir ayet var. Azillatun alal mu'minin, a'izzatun alal kafirin dep mu'minlarni Allah subhanahu wa taala mu'minlarga har amma kafirlarga azizini qattiq g'olib degan shaklda ifodaladi. Mu'min shunday sifatlayapti demdi. Ammo bugun jamiyatimiz dal aksi. O'zi mu'min, yaxshi, yumshoq odamlarga nisbatan ma'juqonligini ishlatadigan, ammo aksi yani dinsiz, fasıq insanlarni ko'rsa, ularning oldida quyruq shipangishib o'ynab keladigan insonlar bor. Allah bo'ysunib bergan ayolingning, bolalaringning oldida sen bir arslan gibi, ammo sirtga chiqsang bir mushukdek yashaydigan insonlar bor. Ammo insondagi izzat olmaydi. İnsandaki izzat olmaydı. İnsandaki izzat özünün qarindoshlariga har degini yaxshi ko'radi demekçi. Ana bu şekilde hozir to'xtalish to'g'ri qildi qarindoshlar. Nima uchun mu'minlarni bu qadar yaxshi ko'radi Qur'onning ta'birida? Mu'minlarga har deb ifodaldi. Har degan o'zingni beg'ishlaysa degan gap. Nima uchun? Chunki inson onun ideya, fikirga qarab turib insonda nurg'un alohidliklar, nurg'un xususiyatlar yetiladi. Masalan, qarindoshlar o'rtasida ma'lum alohidlik o'rtaq xususiyatlar bor. Bir yurtda yashagan, o'xshash muhitda yashaganlarda o'xshash alohidlik, o'xshash xususiyatlar bo'ladi. Eng ko'p o'rtaq alohidlik, o'rtaq xususiyatlarga ega kishilar kim bo'ladi desanglar, bir ididagi kishilar, ya'ni mu'minlar. Buni tuzsizlik shaklda ifodalash to'g'ri qolsa bir odamning xususiyatini, ikki mu'minning tuzsizlik shaklidagi bu alohidliklarini shunda birlashtirgan vaqtimizda buning tutishadigan nuqtalari intayin ko'p bo'ladi. Ma'mijazi bilan o'xshash, xarakteri xarakteri bilan o'xshash, ma'nosini yaxshi ko'rishi o'xshash, ma'nosini yomon ko'rishi o'xshash, ishqa qarishi o'xshash, ishni tushunishi o'xshash. Endi o'ylab baqsak, bu xil ko'p kesishma, o'rtaqlik, bu xil ko'p uchrashgan alohidliklar, bu xil ko'p tarafda uchrashgan o'y, fikrlarning egasi birisi-birisini nim deb yaxshi ko'rsin. Birisi-birisiga nim deb yo'g'onlik qilsin. Bu yusidan, yana bu nuqtadan agar mu'min haqiqiy mu'min bo'lsa, bu mu'minning tushunchasi haqiqiy to'g'ri tushuncha bo'la olsa, o'zining mu'min qarindoshlariga cho'qqin bo'yin yo'g'onlik qilmaydi. Mu'min qarindoshlariga muloyim bo'ladi, mu'min qarindoshlariga kamtar bo'ladi, mu'min qarindoshlariga yo'g'onchilik qilib, ularga aziyat bermaydi. Mana bu oyatdan oyatdiki, azillatun alal mu'minin, a'izzatun alal kafirin deganning ma'nosi bu yani. Shunga Qur'oni Karimning boshqa oyatlarida mu'minning qarindoshi. İnnemal mu'minun ihwa. Nima uchun qarindosh? Nima uchun bir anadan tug'ilganlar qarindosh demay? Mayada. Mu'minning qarindoshligi desa, o'xshamagan ikki fikr, ikki ideyadagi bir tuqqan bo'lgan taqdirdami, buni o'rtaqlik aziladi. Uchrashadigan taraflari. Ammo birisi mashriqda yashagan, birisi mag'ribda yashagan ikki mu'min bo'lsa, buning o'rtaq alohidliklari intayin ko'p. Dedikki, paralel şekilde bu mu'minning alohidliklarini, xususiyat, mijoz xarakterlarini siziq bilan ifodalash to'g'ri kelsa, ikki mu'minnikini shunda bir yerga kelsak, to'siman shaklda tutishadigan, o'rtaqlashadigan, uchrashadigan nuqtalar intayin ko'p bo'ladi. Bu nuqtadan mu'minga yo'g'on boshliq qilmaydi, bo'yni yo'g'onlik qilmaydi, bosh egadi, bo'y egadi, o'zini tuvan tutadi, qarindoshlar chiqaradi. Bu oyatning mazmuni shu. Endi biz yani şu azizlik, izzat haqida ketyapmiz. Bunga munosabatlik bir hadis var, qarindoshlarimiz, izzatga munosabatlik. Tebrani Sahl ibn Sa'ddan rivoyat qilgan hadisda shunda keldi, mu'minning sharafi kechidagi qiyomi, kechidagi namozi, mu'minning izzati
kishilarning qo'lidagi narsalarga ko'z qirib tashlamaslik. Bu izzat dedi hadisda. İntayin güzel bir ma'no hadisni chiqardigani. Tabiinlarning cho'ngi hisoblanadigan Hasan al-Basri mana bir savolga duch keldi. Sen bu kadar aziz, izzatlik maqomga qanday yetding? Degan vaqtida Hasan al-Basri bunga javoban kishilar mening bilimimga ehtiyoj bo'lganlik sababli. Ammo men ularning dunyosiga ko'z qirib solmaganlik tufaylidan men bu maqomga yetdim degan. Ama reallik qaraganimizda bizning realligimiz dal ta'tir. Kishilar olimning ilmiga ehtiyoji qolmadi, ammo olimningki kishilarni yetaklab, kishilarga davom xizmat qilamiz degan ziyolilarningki kishilarning mol mulkiga bo'lgan ko'z tashlashi eg'ir o'tib boradi. Bu izzat o'rnini almashtiradi. Kishilar izzatini yo'qot, izzat ilishtirishga kishilar izzatini yo'qot. Qachoniki kishilarning qo'lidagi narsalarga ko'z tashlagan hamonlar sening izzating shu aman yo'qoladi. Hatto bunda bir gaplar bor. Sen qachon bir odamning mol-mulkini ko'zlab, shuning ko'ziga qarab, shuni qashta o'tgandan keyin sening diningning 2/3 ketadi deydigan bir gaplarmi bor hatto. Hani bugungi ahvol qarasak, bu kishilarning mol-mulkiga ko'z tashlash masalan iqtisodlik kishilarningki iqtisodini ko'zlab hatto ideya, fikr, ba'zi xato ishlarni qilish omilib ketgan bir jamiyat. Bu qanday turaliqa biz olimni tilga oldik, chunki buning zini intayin ko'p bo'lg'achqa, ziyolilarni tilga oldik, zini intayin ko'p bo'lg'achqa, ammo hozir umumiy xalqlarda o'sha ahvol favqul odda ko'payib qiliqliq ahvollar. Mu'minning izzati bu emas. Mu'min o'zining izzatini kishilarning mol dunyosiga ko'z tashlamaslik orqali qanday qilish kerak, saqlash kerak. Undan keyin darsimizning oxirisida izzat masalasiga munosabatlik oxirida deb qo'ygan bir so'zimiz. Darsimizning beshida azroq bu nuqtani yuritib o'tdik. Mu'minga haqiqiy izzat bag'ishlaydigan narsa Alloh subhanahu va taolo bilan bo'lgan aloqasi. Mu'min qachon Alloh bilan mustahkam bir aloqa o'rnatgan vaqtida Allohni haqiqiy ravishda tunisa, Allah haqiqiy ravishda ibodat qilganida, Alloh ko'rsatgan bo'yicha yo'lda mangan yaxshi amallarni qilgan vaqtida, ya'ni mu'minning xarakteri, psixikasi, o'y fikri Allohdan g'ayrini o'ylamaydigan. Mening bütün halimni Alloh biladi. Yashayotgan turmushimni Alloh biladi. Yashayotgan muhitimni Alloh biladi. Mushu xil shaklda meni o'rinlashtirdi. O'zi xalqa vaqtda ko'taradi, xalqa vaqtda tushiradi, xalqa vaqtda meni aziz qiladi, xalqa vaqtda xor qiladi, xalqa vaqtda boy qiladi, xalqa vaqtda namrat qiladi degan o'y fikr insonda shakllangan vaqtda inson Allohdan boshqa hech kimga muhtoj bo'lmaydi, hech kimning oldida xor bo'lmaydi. Bu insonning, bu mu'minningki Allohning asmo sifatlaridan bo'lgan al-azizdan izzatni olgan bo'ladi. Alloh hammalarga izzat maqomiga yetadigan fursatlarni bersin, hammalarni aziz qilsin. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.